Mana o'zingiz ko'rayotgandek o'rtoqlar. Yine daryo oqib ketdi. Gördingizmi? Sharoit zo'r. Mazza qilib dam olaverasizlar. Ana qarmoq quryapti. Ko'rdingizmi daryoga? Mana bu kishi ham qarmoq qurib olgan. Mana shu yerga. Hozir qarmoq quradi. Mana sharoitda dam olib yuribmiz omonxonada. Nimada? Xo'jayi poykda. Rosa zo'r joylar. Tog'larning go'zalligini qarang mana. Rosa ziyoratgoh. Mana o'zimizning mashina mana zo'r joylar, stoyankalar. Hamma yoq bor, daryo oqib ketdi, to'rt tomoning tog'. Attraksionlar bor mana, bolalar bola chala o'ynaydigan. Mana. Rosa mazza qilib dam olib ketsang bo'ladi. Dam oladigan joy, hordiq chiqarib bolalaring bilan yesang, jigarlaring bilan mazza qilib ketasizlar. Bizlar ham jigarlarimiz bilan keldik, mazza qilib dam olib yotibmiz mana shu. Mana hordiq bo'yida mana tog'dan kelib turgan sharshara suv oqib turibdi sharlab. Mana bunda o'rtog'imiz bitta do'stimiz qarmoq quryapti mana shu yerga. Ko'rdingizmi? Sal kattalashtiramiz buni mana. Qarmoq quradi mana shu yerga. Sal nariroqqa yana bittasi qarmoq quryapti. Zo'r joy, mazza qilib dam olib yotasiz. Dam olishga kelinglar, taklif qilaman. Mazza qilib hordiq chiqarib ketasizlar. Videolar va roliklarimiz yoqqan bo'lsa, like'larni bosamiz o'rtoqlar. Ko'rdingizmi, qarmoq quryapti. Mazza qilib qarmoq quryapti.